Sirka kislotasidan zaharlanish organik kislotalardan bo'lib, oshxona va sanoatda keng qo'llaniladi. 5-8% eritmasi oshxona уксуsi, 40-80% eritmasi sirka essensiyasi, 96% eritmasi esa muzli sirka kislota deb ataladi. Yuqori konsentratsiyali sirka kislotani ichilishi yoki nafas yo'llari orqali organizmga tushishi og'ir toksik ta'sirga ega bo'lib, o'limga olib kelishi mumkin. Quyida patogenezi ko'rsatilgan sirka kislotasi oshqozonga tushgandan keyin, umuman ichilgandan keyin ikki xil lokal va umumiy, ya'ni mahalliy va umumiy patogenezini boshlanishi kuzatildi. Mahalliysida bu kimyoviy kuyish, og'iz bo'shlig'ida, qizil o'ngachda, oshqozonda yallig'lanish, nekroz, stenoz kabi holatlarni keltirib chiqaradi va bundan keyin qonga o'sha hujayralar membranalarini o'tkazuvchanligining buzilishi, hujayralarning parchalanishi va qonga so'rilishi natijasida eritrotsitlar o'sha membranalarning ham yemirilishining natijasida hujayra membranasining shikastlanishi, gemoglobinni qon plazmasiga chiqishi va o'sha gemoglobin qon plazmasiga chiqishi bilan birgalikda atsidozni yanayam ko'payishi hamda u bilan birgalikda giperkalemiya yuzaga kelishi. Chunki hujayra ichida kaliy miqdori ko'p bo'ladi va eritrotsit hujayralari parchalangan paytda uning ichidagi kaliy qonga chiqib ketgani natijasida giperkalemiya kuchayib ketadi. Va bundan tashqari gemoglobinuriya, ya'ni erkin gemoglobinni qondan siydikka o'tishi va bu jarayon asnosida buyrak kanalchalariga erkin gemoglobinni tiqilib qolishi natijasida buyrak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari aytib o'tganimizdek metabolik atsidoz, gemokonsentratsiya va yurak qon tomiri yetishmovchiligi holatlari kuzatiladi. Klinik bosqichlariga ko'ra egzotoksik shok, birinchi bosqichi egzotoksik shok, ikkinchi bosqichi toksemiya, uchinchi bosqichi infeksion asoratlar, to'rtinchi bosqichi yara va chandiqlanish, beshinchi bosqichi sog'ayish bosqichlari hisoblanadi. Og'irlik darajasiga ko'ra yengil, o'rta va og'ir darajaga bo'linadi. Yengil darajasi, o'rta og'ir darajasi va og'ir darajada o'sha sirka kislotadan zaharlanishga qarab o'sha davo choralari ham amalga oshiriladi. O'tkir gemoliz va metabolik atsidoz natijasida o'lim xavfi yuqori bo'ladi. Klinik belgilari qattiq og'riq, qizil o'ngach va oshqozon kuyishi, qonli qusish kabi holatlar kuzatiladi. Laborator diagnostikada bu qonda pH ni o'lchash, pH-metriya, ya'ni metabolik atsidozni baholash, qondagi gemoglobin, gemoliz darajasini aniqlash, buyrak funksiyasi testi, ya'ni o'tkir buyrak yetishmovchiligi xavfini baholash. Bunda SKF, ya'ni skorost klubockovая filtratsiya, ya'ni buyrak koptokchalarining filtratsiyasi tezligini o'lchashimiz kerak bo'ladi. Differensial diagnostika bu kuchli kislotalar bilan zaharlanishlar, masalan, sulfat kislota, nitrat kislotalar kabilar bilan va ishqor bilan zaharlanish holatlari bilan differensial diagnostika qilishimiz kerak bo'ladi. Shoshilinch yordam va intensiv terapiya. Bu shoshilinch yordam nafas yo'llari o'tkazuvchanligini ta'minlash, oshqozonni yuvish toza suv bilan, ishqor eritmasi bilan yuvish qat'iyan taqiqlanadi. Og'iz orqali neytrallash, ya'ni bunda ko'piklangan sut, tuxum, muz bo'laklari kabi o'sha vositalar bilan og'iz orqali neytrallash, ya'ni peroral neytrallash amalga oshiriladi. Intensiv terapiya metabolik atsidozga qarshi kurash, gemolizga qarshi kurash va nefrotoksik asoratlarning oldini olishni dan iborat intensiv terapiya tamoyillari. Bunda masalan aytishimiz mumkin, metabolik atsidozga qarshi kurash vena ichiga 4% natriy gidrokarbonat, ya'ni nima deydi, soda eritmasini qilish bilan. Bu qancha qilishni qanday o'lchaymiz? Bunda qon gazi, ya'ni KSH kislota ishqori muvozanatini
tahlilini qilgan paytimizda yetishmovchilik, ya'ni ba'zi yetishmovchilikni chiqarib beradi bizga pHni pastligi, balandligi darajasi. Shunga qarab biza qancha miqdorda natriy gidrokarbonat eritmasidan foydalanishimizni topishimiz mumkin. Xo'p, keyingisi asoratlar. Masalan, erta asoratlar bor, zaharlanishda, sirka kislorod bilan zaharlanishda va kechki asoratlar bor. Erta asoratlarga mexanik asfiksiya, bu traxeal shishish va nafas yetishmovchiligi belgilari va ichki qon ketishlar, oshqozon va qizilo'ngachdan qon ketish holatlari kuzatiladi. Kechikkan asoratlar bo'lsa, qizilo'ngach va oshqozon stenozi, disfagiya va oziqlanishning buzilishi, jigar va buyrak yetishmovchiligi, toksik asoratlar misol bo'ladi. Zamburug'lardan zaharlanish. Qo'ziqorinlardan zaharlanish umumiy ovqat toksik infeksiyalari ichida muhim o'rin tutadi. Zaharlanishning asosiy sabablari orasida zaharli qo'ziqorinlarni noto'g'ri tanlab iste'mol qilish va ularni noto'g'ri pishirish holatlari sabab bo'ladi. Zaharlanishga ko'ra zaharli qo'ziqorin turlariga qarab turli klinik sindromlar shaklida kechadi. Asosiy tasnifi bu neyrotoksik ta'sirga ega qo'ziqorinlar muhamor, muskarin, iboten kislota, mikoatropin kabi vositalar, ya'ni tarkibiy qismga ega bo'lgan muskarinsimon sindrom chaqiradi. Psilotibin qo'ziqorinlari, ya'ni psilotibin, baotibin kabi nima deydi, moddalarni tarkibida tutgan qo'ziqorinlar bu neyrotoksik ta'sir ko'rsatadi, gallyutsinatsiyalar chaqiradi. Gemolitik ta'sirga ega qo'ziqorinlar oq poganka, faloidin va amanitin kabi vositalarni, ya'ni moddalarni o'z tarkibida tutadigan oq poganka jigar va buyrakka og'ir toksik ta'sir ko'rsatadi va o'lim darajasi yuqori hisoblanadi. Gastroenterit tipida kechuvchi zaharlanishlar bilan kechadigan qo'ziqorinlar ham bor. Bular shilq qavatlarini qo'zg'atib, qusish va diareya chaqirishi mumkin. Quyida patogenezini sxemasi berilgan, ya'ni jigar va buyrak zaharlanishi faloidin va amanitin zaharlanishi orqali jigar nekroziga olib keladi. Parasimpatik stimulyatsiya muskarinsimon sindromida ko'z qorachig'ining to'rayishi, bradikardiya, gipotenziya kabi holatlar kuzatiladi. Gemolitik zaharlanish qon hujayralari shikastlanishi va gemoliz ko'rinishida. Patogenez sxemasi: zaharli qo'ziqorin iste'moli, gastrointestinal simptomlar, qusish, diareya, suvsizlanish kabi holatlar kuzatiladi. Neyrotoksik ta'sir, hushdan ketish, gallyutsinatsiyalar, jigar va buyrak yetishmovchiligi holatlari, gepatotsit nekrozi va toksik nefropatiya holatlari kuzatiladi. Klinik sindromlar bu gastroenterit tipida kechuvchi zaharlanish, muskarinsimon sindrom, yo'lbars poganka sindromi kabi holatlar uchraydi klinik belgilarda. Klinik simptomlari o'sha diagnostikada klinik simptomlariga qarab intoksikatsiyani boshlash vaqti va gastroenterit simptomlari bor yoki yo'qligiga qarab va bundan tashqari laborator tahlillar, qonda elektrolitlar va o'sha suvsizlanishni aniqlash maqsadida qondagi suv elektrolit balansi tekshiriladi. Jigar fermentlari ALT, AST kabi gepatotoksik ta'sirini aniqlash maqsadida aniqlanadi. Buyrak funksiyalarini tekshirish, ya'ni kreatinin, sidik kislotasi, mochevina, qoldiq azot miqdorini aniqlash, nefrotoksik ta'sirini baholash maqsadida qo'llaniladi. Shoshilinch yordam bu oshqozonni yuvish, toksinlar qonga so'rilishi oldini olish uchun ko'mir berish, ya'ni aktivlangan ko'mir toksinlarni bog'lab chiqarish vazifasini bajaradi va suvsizlanishni bartaraf etish fiziologik eritma yoki ringer eritmasi yuborish orqali amalga oshiriladi. Intensiv terapiya bu jigar va buyrak himoyasi, glyukoza, gepatoprotektorlar berish orqali muskarinsimon simptomlarni davolash, ya'ni atropin, og'ir hollarda vena ichiga atropinni yuborish. Gepatotoksik zaharlanishda plazmaferez, eritrotsit massasini quyish kabi holatlar yordam berishi mumkin. Neyrotoksik ta'sirda diazepam, relanium kabi sedativ vositalar orqali bemorlarni uxlatishimiz kerak bo'ladi. Bunda ham asoratlar bor. Erta asoratlari suvsizlanish, elektrolit disbalansi, neyrotoksik simptomlarda hushdan ketish, epileptiform holatlari, ya'ni tutqanoqlar, tonik va klonik tutqanoqlarning kuzatilishi holatlari kuzatilishi mumkin.
Kechikkan asoratlar bu jigar yetishmovchiligi, gepatit nekrozi tufayli buyrak yetishmovchiligi, gemoglobinuриyaga bog'liq ravishda va disfagiya va qizilo'ngach stenozi, oshqozon shilliq qavatining shikastlanishi holatlarida kuzatiladi. Ishqorlardan zaharlanish bu kuchli gidroksid ionlari hosil qiluvchi moddalarni yutish yoki ingalyatsiya qilish natijasida yuzaga keladi. Eng ko'p uchraydigan zaharlanish bu kaustik soda, ya'ni natriy gidroksidi, nashatir spirti va ohak eritmasi. Kaustik soda bu sanoatda va maishiy tozalovchi vositalarda ishlatiladi, natriy ishqori, va nashatir spirti ammoniy gidroksidi bu farmakologiya va maishiy kimyo mahsulotlarida qo'llaniladi. Ohak eritmasi bu qurilish va sanoat sohalarida keng tarqalgan vosita hisoblanadi va ulardan zaharlanish ishqorlardan zaharlanishlar ichida eng yuqorida turadi. Zaharlanish asosan tasodifan yoki suiqasd maqsadida ishqorlarni yutish natijasida sodir bo'ladi. Nashatir spirti va kaustik soda bilan zaharlanish ayniqsa xavfli bo'lib, o'lim ko'rsatkichi yuqori hisoblanadi. To'qimalarning kimyoviy kuyishi. Patogeneza to'qimalarning kimyoviy kuyishi bilan boshlanadi. Epitelial hujayralar denaturatsiyaga uchraydi, yog'lar eriydi va oqsillar parchalanadi. Bunda kollekvatsion nekroz, ya'ni nam nekrozga olib keladi. O'tkazuvchanlikni oshishi, ya'ni hujayra membranasi shikastlab, suyuqlik va elektrolitlarni to'qima orasiga chiqishi. Bu shish va tomirlar ichidagi gemolizga sabab bo'ladi. Ekzotoksik shok bu qonni quyuqlashishi va mikrosirkulyatsiyaning buzilishi natijasida gipovolemiya rivojlanishi holatlari kuzatiladi. Kuzatuvchi ikkilamchi infeksiyalar, ya'ni kuygandan keyin hosil bo'ladigan yaralar infeksiyalarga ochiq bo'lib, pnevmoniya, mediastinit, peritonit kabi asoratlar rivojlanishi mumkin. Klinik bosqichlari: o'tkir kuyish va shok birinchi sutkada, toksemiya ikkinchi, uchinchi sutkada, uchinchi bosqich infeksion asoratlar va to'rtinchi bosqich tuzalish va stenoz bosqichi hisoblanadi. Klinik belgilari bu klinik belgilarning og'irlik darajasi, og'irligi, zaharlanish darajasi va ishqoriy konsentratsiyasiga bog'liq. Yengil zaharlanish og'iz va halqumda achishish, yutish qiyinlashishi, oshqozon og'rig'i, og'iz bo'shlig'ini shilliq qavat nekrozi, kuchli og'riq, qusish, qizilo'ngach va oshqozon shilliq qavatining shikastlanishi, og'ir zaharlanish holatlari, chuqur kuyish, tomir ichi gemolizi, qizilo'ngach yoki oshqozon perforatsiyasi, ichki qon ketishlar holatlari kuzatiladi. Shoshilinch yordam: toza suv bilan oshqozonni yuvish, og'riq sindromini davolash o'z ichiga quyidagilarni oladi, ya'ni pramidol yoki morfin kabi narkotik analgetiklardan foydalanish, glyukozada eritilgan o'sha novokainli novokainni glyukozada eritilgan eritmasi kabi vositalar bilan o'sha tomchilatib quyiladi va og'riqni davolash maqsadida ishlatiladi. Qizilo'ngach va oshqozondan qon ketishini davolash, bunda qon to'xtatuvchi gemostatik preparatlardan foydalanishimiz mumkin. Ekzotoksik shokni davolash. Ekzotoksik shokni davolash maqsadida o'sha kardiotoniklardan, vazopressor dori vositalaridan foydalanishimiz mumkin. Toksik koagulopatiyani davolash, nefropatiya profilaktikasi va davolash, nafas buzilishini davolash, dieta terapiya kabilar shoshilinch yordam tamoyillariga kiradi. Fosfor organik birikmalardan zaharlanish bu nerv toksik ta'sirga ega bo'lgan kimyoviy moddalar bo'lib, asosan insekitsidlar, tiafoz, xlorofoz, karbofoz tarkibiga kiradi. Ular qishloq xo'jaligida hasharotlarga qarshi ishlatiladi, biroq odam organizmida tasodifan yoki ataylab tushirilishi zaharlanishga olib keladi. Buni juda ham kam miqdori 0,5-2 grammga yetganda qondagi dozasi o'lim holati yuzaga kelishi mumkin. Zaharlanish yo'llari ichak orqali, nafas yo'llari orqali va teriga bevosita tegib, shilliq qavatlari orqali so'rilish natijasida zaharlanish holatlari kuzatiladi.
Patogenezi bu fosfororganik birikmaning toksik ta'siri boshlanadi, ya'ni qonga so'riladi, xolinesteraz fermentining ingibitsiyatsiga sabab bo'ladi. Asetilxolin to'planishi MN xolinergik retseptorlarning ortiqcha qo'zg'alishi va klinik simptomlar kuzatiladi. Bunda uchta fazasi bor, klinik ko'rinishning uchta bosqichi bor. Qo'zg'alish fazasi, ikkinchisi konvulsiyalar va nafas yetishmovchiligi, tonik-klonik tutqanoqlar va nafas markazini to'xtashi va nafas nima deydi, o'sha markaziy nafas tizimidagi buzilishlar va uchinchisi markaziy nafas markazini butunlay ishdan chiqish holati kuzatiladi. Klinik diagnostikasi, tashxisi klinik belgilariga o'sha klinik diagnostika usullari, ya'ni birinchi boshda aytib o'tganimizdek anamnestik ma'lumotlar, ko'zdan kechirish kabi, fizikal tekshiruvlar kabi holatlar bilan amalga oshiriladi. Laborator tekshiruvlar bo'lsa, qonda xolinesteraza faolligi, qon gazlari tahlili, peshob va qon namunalarida fosfororganik birikmalar metabolitlarini aniqlash bilan birgalikda amalga oshiriladi. Davolash va antidot terapiya bu organizmdan toksik modda chiqishini tezlashtirish va xolinesterazani reaktivlashtirishdan iborat. Ya'ni shoshilinch yordam uchun oshqozonni zond orqali o'sha 10-15 litr natriy xlor yoki tuzli eritmalar bilan yuvish, faollashtirilgan ko'mir toksik moddalarning so'rilishini cheklash maqsadida va suv elektrolit muvozanatini tiklash, izotonik eritmalar bilan infuzion terapiya. Eng yaxshisi Ringer hisoblanadi. Antidot terapiya bu antidoti atropin hisoblanadi. 10-15 daqiqada simptomlar yo'qolguncha har 10-15 daqiqada yuborib turiladi. Prolidaksim yoki avidaksim kabi vositalar 25% eritmasi 2-4 ml tomir ichiga yoki mushak ichiga yuboriladi. Fosfororganik birikmaning xolinesterazaga bog'lanishidan oldin qo'llash kerak. Mana shu birikishini oldini oladi. Diazepam yoki relanium kabi dori vositalari bronxospazm va tutqanoqlarni oldini olish maqsadida. Bronxodilatatorlar, iofilin, salbutamol kabi vositalardan foydalanish mumkin. Agar zaharlanish ingalyatsion yoki teri orqali bo'ladigan bo'lsa, yuzani sovuq suv va sovun bilan yuvish, teri orqali o'tayotgan intoksikatsiyani kamaytirish uchun erituvchilarni ishlatish kerak bo'ladi. Is gazdan zaharlanish bu navbatdagi mavzuyimiz. Is gazi bu uglerodning 2 oksidi yoki uglerod monoksidi hidsiz, rangsiz, ta'msiz bo'lib, asosan yonish mahsulotlaridan hosil bo'ladi. Is gazi organizmga nafas yo'llari orqali kiradi, gemoglobin bilan bog'lanib, karboksigemoglobin hosil qiladi. Bu modda to'qimalarda kislorod yetkazib berilishini bloklaydi. Natijada gipoksiya rivojlanadi. Is gazdan zaharlanish baxtsiz hodisalar, avtomobil gazlari, yomon shamollatilgan pechlardan chiqqan gazlar yoki yong'inlar natijasida yuzaga keladi. Patogenezi. Is gazi organizmga tushgach, qonni kislorod bilan ta'minlovchi gemoglobin bilan birikib, kislorod tashish qobiliyatini pasaytiradi va gemik gipoksiyani keltirib chiqaradi. Patogenez quyidagi bosqichlarda kechadi. Is gazni nafas yo'llari orqali organizmga kirishi, karboksigemoglobin hosil bo'lishi, to'qimalarda gipoksiya rivojlanishi va organ tizimlarida shikastlanishi holatlari yuzaga keladi. Klinik belgilari va zaharlanish darajalariga ko'ra qanday aniqlanadi? Bu is gazidan zaharlanishning 3 xil darajasi bor. Bu qonga birikkan karboksigemoglobin, qonda hosil bo'lgan karboksigemoglobinni miqdoriga qarab o'lchanadi. 10-30% karboksigemoglobin bo'lsa, bu yengil daraja, 30-40% bo'lsa, bu o'rta daraja va 40-60% bo'lsa, bu og'ir darajada is gazidan zaharlanish holatlari hisoblanadi. Asoratlari zaharlanish natijasida quyidagi asoratlar yuzaga keladi. Markaziy asab tizimi zararlanishi, yurak-qon tomir tizimi zararlanishi, nafas tizimi zararlanishi, metabolik asoratlar, pnevmoniya va trofik buzilishlar kuzatiladi. Anamnez va tashxisida bu anamnez va klinik ko'rinish, laborator diagnostika va bu asosan qon gazlari tahlili va karboksigemoglobinni qondagi miqdorini aniqlash orqali amalga oshiriladi. EKG va yurak tekshiruvlari o'tkaziladi. Bundan tashqari elektroensefalografiya bilan miya holatini ham o'rganish kerak bo'ladi. Tez tibbiy yordam va davolash. Zaharlangan atmosferadan olib chiqish, oksigenoterapiya, zarur bo'lganda
umuman 100% kislorod bilan oksigenatsiya qilish va imkoni bo'lgan paytda giperbarik oksigenatsiya 2-3 atmosfera bosim bilan giperbarik oksigenatsiya qilish kerak bo'ladi. Metabolik buzilishlarni korreksiya qilish, nafas va yurak tizimini qo'llab-quvvatlash, asoratlarni oldini olish. Bir narsani aytib o'tishim kerak shu o'rinda, is gazining antidoti bu kislorod hisoblanadi. Xullas, hurmatli talabalar, darsimiz shulardan iborat. Men gruppaga testlarni tashlab qo'yaman, 20 ta test. 20 ta testni siz ishlab, javoblarni belgilab, javoblarni belgilaganligingizda nechta to'g'ri javob qildingiz, shuni bildirish uchun menga har bitta testni skrinshot qilib tashlaysiz. Men ko'rib sizlarni baholayman. Bunda hammamizni vaqtimiz tejalgan bo'ladi va hammamiz yaxshigina o'zlashtirgan yoki o'zlashtira olmaganligimizni ko'rgan bo'lamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.